2015-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiyadagi mexanika Cobalt avtomobilimiz. Yurganimiz 484 ming bo'pti. Narxini sraz aytaman, 7000 dollar deyapti ekan. Kraskasini so'raymiz hozir. Kraskasi bordi dadashmasa. 48 ming. Voy, qanaqa 48 ming? 483 ming 518 bo'pti. Chexol kovriklari bor ekan. Balonlar yaxshi holatda ekan, lekin deyarli yangi desak ham bo'laveradi. Akamiz savdo qilyapti nari mashinasida. Hozir kelsa bir qator kraskasining narxini so'rab qo'yamiz. Motorining ko'rinishlari. Ikkita detalli kraskasi bor deb aytayapti akamiz. 7000 dollar boshida aytganimdek, hamma bor. Barterlari bor deyapti. Mashinada barter qilsa bo'lar ekan. Konditsionerlargacha ishlaydi, chiqimi yo'q deb aytayapti. 93 bilan 788 56 65 raqamlariga bemalol aloqa qilsanglar bo'ladi. Bu bozorimizda xullas kalom 2014-yilda ishlab chiqarilgan Cobaltlar trendga chiqdi mana. 2014 40% kraskasi bor ekan. Yurgani qancha dedingiz? 460 ming bo'pti. 460 ming bo'pti Cobaltimizga. 460 ming 704 kilometr ko'rsatyapti. Chexol yo'q ekan, lekin ko'riklari bor ekan. Xo'p, aka pulini nech pul deyapsiz pulini? 6200 kami bor deyapsiz. 6200 bozor so'radim. Qo'l qisgan. Qo'l qisgani bo'lgan yo'q. Dehqonchilik tirikchilikmi? Dehqonchilik tirikchilikmi? Dehqonchilik o'zingiz mashinangiz. Genchi qo'radi, ha? Xo'p, endi aka buni faqat naqd pulga sotasizmi yo nasiya-pasiya beraverasizmi? Faqat naqdga. Dehqon akalarimiz odatda o'zi faqat naqdga sotadi. Aka-ukalar, erta-betda kuzovida chaq-chuqi bor ekan, lekin puli yengilroqdan izlaganlariga, aka buni texnik holati-chi? Texnik holati qanaqa? Yaxshi. Motori moy yemaydimi? Yo'q. Hadoylari? Hadoyda ozgina ishi bor. Hadoyda ozgina ishi bor, lekin motori moy yemaydi deb aytayapti akamiz. Avtomobilimiz old tomondan ko'rinishlari 40% kraskasi bor deyapti akamiz. Telefon raqamingizni aytaylik-da. 93 bilan 354 00 10 raqamlariga aloqa qilsanglar bo'ladi aka-ukalar. Endi u aytilgan narx bilan olinadigan narxda farq qiladi. Mashinaning ustida kelishamiz deyapti. Arzonroq qilib berasiz aka. Aloqaga chiqarasizlar aka-ukalar. Aka-ukalarim, 2014-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomobilimiz. Novot rang deymiz-ku, o'zimizning xalq maqolida, xalq tilida. Propan gaz ballonlari bor ekan-a? 440 ming yurgan, kraskasi toza. Kraskasi toza 2014. Tablomiz 443.374 ko'rsatib turibdi. O'rindiqlarda chexollar yo'q ekan, lekin ko'riklar tashlab qo'yilibdi. Puli nech pul aka buni? 62 dan o'tib beramiz. 62 ming dollardan, 62 ming dollardan o'tib beriladi. Tilam aylanmayapti mana o'zi. Kelyapti. Bu degani zaryading tugayapti deganida. Xo'p, aka buni bozor so'radim, so'ramadimmi? Yo'q, hali bozor qilgan yo'q. Qo'l qisgani bo'lgan yo'q. Faqat naqd pulga sotasizmi yo nasiyasi bo'ladimi? Faqat naqd pulga. Telefon raqami aytaylik aka. 91 bilan 619 6007 aka. Xo'p, chiqsa barakaga yaqinroq bitta narx, bitta ayting-da aka. Yurg'izib yuboraylik shuni. 59 ga beramiz. 59 ga berib olasiz. Eshitilaring bir qator kuzovlarini chiroyli qilib ko'rsatib o'taman. 2014 bo'lgani bilan, lekin kuzovlari yaxshi ekan. Mana shu yerda ozgina hech narsa emas. U narsa deyarli yo'q desa ham bo'ladi. Bamferlarda sal bor ekan, kapotida mana shu yerda bo'ldi. Hozir nari tomondan ko'rsataman. Aka-ukalar, bundan oldin ko'rsatgan 2014-yil Cobaltimdan sal holati yaxshiroq, kraskasi toza, sal probegi ko'proq ekan, lekin mashinamizning ko'rinishi unga nisbatan tiniqroq ekan. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar, Cobalt izlab yurganlarga like bosib, videoni tashlab qo'yish esdan chiqmasin. Cobalt avtomobillarida davom etamiz. 2013-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasini hozir telefonda gaplash bo'lsa, so'rab qo'yamiz. Bunga to'g'ri probeglarni ko'rsatib, mashinani o'zini ko'rsatib turaman. Aka, tarpetga ko'rsatmayapti, qancha yurgan? Qancha yurgan? 219 ming. Gazlari bor-a? Yo'q. Balonlari ham yaxshi holatda ekan. 13-yilda ishlab chiqarilgan.
kraskasini toza deyapti, lekin aka-ukalar narxini ham ja unaqa qimmat aytmayapti. Mana ja arzon demayman, lekin puli sal yengilroq Cobalt avtomobilimiz. 2013. Mana shunaqa qashqalari bor ekan. Oldi kapotda ham ko'rdim shuni. Bamperini bunaqa qashqasi bor ekan. Bor xullas kalom, lekin kraskasi toza ekan. Probegini aytib o'tdim. Propan, metan gaz ballonlarga uстановка qilingan ekan. Qaysi birini xohlasanglar shuni qo'yib minasizlar. Aka, texnik holatida ish yo'qmi? Yo'q. Pulini necha pul deyapsiz? O'tib berasiz. 6300 dan ham o'tib beriladi. 2013 kraskasi toza. Etib-etida ozgina qashqalari bor ekan. Mana chap tomonda, o'ng tomonda, orqa eshikda rixtovkasi bor ekan. Qolgan joylari top-toza ekan. Telefon raqamini aytaylik. 77lik 085 0040 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Aka, bozor qilmadimi so'ramasa? Yo'q, hali bozor qilgan yo'q. Dehqonchilik tirikchilikmi? Dehqonchilik tirikchilik. Akamiz dehqon ekan, mana akalar. Mana shu yerda rixtovkasi bor ekan. Ko'rsatganimda yetta-betta ozgina chaqchuqi bor ekan. Lekin mashinaning ko'rinishi yaxshi. 6200 dan 6300 dan o'tib beraman deyapti. Qiziq bo'lsa telefon raqamlariga aloqaga chiqasizlar, talashib tortishib olishingiz mumkin. Shunaqa arzonlardan qidirib topib ko'rsatishga harakat qilaman. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin videoga. 2025-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomobilimiz 4000 kilometr yurgan deb aytayapti. Kraskasi top-toza. Gazi qo'yilganmi? Gazini kelishi holisi qirqdan holisi metan. Gazini kelishamiz deyapti. 4012 kilometr bo'libdi. Pozitsiyamiz 4-pozitsiya avtomat. Xo'p, chiroyli chexol kovrilar tashlab qo'yilibdi. Gazini kelishamiz, qolasa propan, metan unisini kelishib qo'yib beramiz deyapti. Puli necha pul? Gazi bilan bo'lsa 12800 kamaytirib beraman. Gazsizchi? Gazsiz 12600. 12600 dollar. Shundan Yana tushib beraman. Hop, bitta telefon raqamingizni aytamiz. 93 lik bilan 93lik 058 37 97. aytilgan telefon raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Cobalt Midnight deb qo'yadim buni pozitsiyasini. 4-pozitsiyada avtomat korobka.